kech qolyapman. Qayoqqa qo'yib mana bu endoskopimni? Kechagina meni eshitib ko'rganding-ku. Shunga qaramman. Bu yerda ham yo'q. Tavba. Qayg'urga yo'qoldi ekan. Mana. Qayerdan topding? Vannaxonada yotgan ekan. Qanaqa bu yoqqa borib qoldi ekan? Hali men bergan doridan ichib ol. Xirxiring bosiladi. Bugun kechroq qaytaman. Meni filmni ko'rgani chaqirishgan. Ehtiyot bo'l. Albatta. Mana bu pul ovqatingga. Maktabdan kelgach, sho'rvani isitish esingdan chiqmasdi, eshitdingmi? Eshitdim. Tag'in itga berib yurma. Ehtiyot bo'lgin, filmni ko'rayotganingda. Albatta. Sho'rva bergandan ko'ra itga yaxshi sosiska ber. Dada ketdik, vaqt bo'ldi. Hozir.
Yur, uyga ketaylik. Lelka, men hozir kelaman. Dada. Dada. Ha? Biroz joy sog'riyaptimi? Yo'q. Qizim. Qizim, bilasanmi? Oying endi hech ham kelmaydi. Nega? Ketib qoldilarmi? Oying o'lib qoldi. Nimaga o'ladilar? Yuk mashinasi, tez yordam mashinasini urib yuboribdi. Qo'ying, dada. Oyim keladilar. Oyim albatta keladilar. Inga! Inga! Inga!
Olinglar, yeyinglar. Tortdim, mayli, yeb qolinglar. Sizlarga yaxshi ko'radigan baton olib keldim. 16 tenga. Voy, uchib ketishdi. Ha, mayli. Vaska. Sen ye qol, ye. Ye. Fechka, pating yana nimaga kelindi? Yana birontasi bilan urushgansan-da. Ha, urushgansan, yana kechiga ahvol. Necha marotaba dadamni oldiga olib boraman. Qanaqasan o'zi? Bugun men sizlarga voy. Qizaloq. Xohlaysanmi kinoda o'ynashni? Ha? Yo'q. Xohlamaysanmi? Hamma jon deydi, sen xohlamaysanmi? Aldayapsan. Hayır. To'xta. Juda bo'lmasa tanishib qo'yaylik, a? Qo'rqma. Hali dara o'ynamaysan. Biz oldin seni suratingni olib ko'ramiz, keyin kinoga. Yo'q, xohlamayman. Iltimos, xo'p deya qol. Axir men 2 oydan beri qidiraman seni. Meniga? Mana o'zing bir ko'rgin. Yap-yangi tufli ishdan chiqdi. Agar xohlamasang o'ynamaysan. Rost aytyapman. Senda biror narsa yo'qmi? Yegani. Baton yeysizmi? Qani ol. Faqat bir bo'lakini kattalarga beruvdim. Hech qisi yo'q. Shunisi ham yetadi. Oting nima o'zi? Inga. Meniki Viktoriya Sergeyevna. Vika. Aytgancha. Dugonim bor meni Lyolka degan. Juda ham chiroyli qiz. Mashhur artistlar bilan birga o'ynaysan, bildingmi? Xo'sh. Yo'q, dema Inga. Bu boshqa gap. Ma, bunda hammasi yozilgan. Yana meni uyaltirib qo'ymagin, xo'pmi? Sen ajoyib tipashsan. Tipash qandaydir? Darslarini qilib bo'ldingmi? Ha. Qanaqa qog'oz bu? Ha, buni. Buni bitta qiz beruvdi menga kinodan keyin. Oo. Eplarmikansan? Menga qara, Inga, axir bu ya'ni kinoda o'ynash juda ajoyib ish-ku, a? Sen nima deysan? Bilmadim. Ha, chindan ham. Bu yerda mashhur kishilar, artistlarni ko'rasan. Ehtimol talenting bordir. O'sha qiz meni tipash dedi. Aha. Mana ko'rdingmi? Bilmayman. Uyga keta qolaylik. Ataylab kelganimizdan keyin uchrashmay ketsak, uyat bo'lar? Yuraver. Bizdan keyin bo'lasiz. Navbatga turinglar. Yaxshi.
Xayriyat. Dadasi bo'lasizmi? Viktoriya Sergeyevna. Salom, Vasiliy Prokofyevich. Salom, juda xursandman. Chaqirgan ekansiz. Ota bola. Yaxshi qilibsizlar. Yuringlar. Yuringlar. Kurash yomon emas, juda ma'qul g'oya. Bu Inga. Inga, salom. Salom. Salom Inga, yaxshi qiz ekan. Salom. Salom. Bu kishi dadasi. Marhamat, o'tiring. Rahmat. Qani bu yoqqa Inga. O'tir. Rahmat. Marhamat. Gap bunda Inga. Qani ochig'ini ayt. Hech orzu qilganmisan kinoda o'ynashni? Yo'q. Yo'q, bo'lmagan gap. Bo'lgan gap. Rostdan, kinoni yaxshi ko'rasan? Yaxshi ko'raman. Televizor ko'rishni ham? Ha? Senga qaysi filmlar ko'proq yoqadi? Bahorning yetti lahzasi. Yaxshi kino. Yana xaloskorlik. Ajoyib film menga ham yoqadi. Inga, mana masalan kino ko'rayotganingda o'sha kinodagi birorta rolni o'ynaging keladimi? Yo'q. Shunaqa ham bo'ladi hayotda. Ba'zan xohlamagan narsani birdan xohlab qolganingni o'zing ham bilmay qolasan. Mana men ham rejissor bo'laman deb o'ylamagan edim. Lekin mana Sizni ham beka topganmi? Ko'chadan? yo'q, ko'chadan topgan emas. Mana sen artistga bo'lmasang, kim bo'lmoqchisan? Vrach bo'laman tez yordamda. Ajoyib kasb. Bilasanmi, biz hozir shunga o'xshash ajoyib kasb egasi bir ayol haqida kino yaratyapmiz. Bu biolog, ham odamlarga yordam beradi, lekin u tez-tez ekspeditsiyaga ketadi. Bu oying bo'ladi ssenariy bo'yicha. Xo'sh, uni sira ham bo'sh vaqti yo'q. Hatto yozda ham dengizga bora olmaydi sen bilan. U hamisha bola beradi-yu, lekin uddasidan chiqa olmaydi. Men ham uddasidan chiqa olmayman. Nimaga? Ona tildan orqadaman. Inga yetib oladi. Albatta yetib oladi. Dengizni yaxshi ko'rasan? Yaxshi ko'raman. Judayam. Juda. Daryoda nima? Suzishni bilasanmi? Ozgina. Ozgina degan, barakalla ochig'ini gapirar ekansan. Hech she'r yodlaganmisan? Ha? Juda yaxshi. Yoddan o'qib bera olasanmi hozir? Ha? O'qichi yiqining. Pushkin. Bulutli oqshom. Bulutli oqshom edi. Ko'k yuzi g'ira-shira. Qoplamoqda kechaning libosin qo'rg'oshin rang. Qarag'ayzor ortidan hamma she'rlarim qayg'uli. Sizning kinongizga quvnoq she'rlar kerakdir. Kinoga har qanaqasi kerak o'tir. Kinoga har qanaqa narsa kerak. Qayg'ulisi ham, quvnog'i ham. Hayotda faqat xursandchilik bo'ladimi? Kinoda ham hayotdagidek bo'lishi kerak. Bildingmi? Agarda hamma hayotda kulaversa, hi 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 ha ha ha, qanaqa hayot bo'lardi? Qizig'i yo'q, to'g'rimi? Mana shuning uchun ham kinoda hamma narsa bo'lishi kerak. Quvnoqligi ham, g'am qayg'u ham, lekin haqiqiy bo'lishi kerak. Sen menga yoqib qolding. Biz sen bilan hozir surat oldirgani bor. Qana Inga kulishni bilasanmi? Qani kulib-boqchi. Kul. Mana men masalan sirk masxaravozman. Masxaravoz. Juda ham kulgili masxaravozman. Qani ishton pochchalari uzun qisqa, bir yog'i oq, bir yog'i qizil. Qani pasha tutadi. Qani pasha. Masxaravoz pashani qidiradi. Pasha bo'lsa uni burniga qo'ngan ekan. Kulging kelmayaptimi? Juda ham jiddiy qiz ekansan. Ay, Suratga birga tushsam maylimi? Mayli. Hop, men ketdim. Yaxshi.
Afsus, mudda qila olmading. Suratni berishga va'da qilishdi. Lekin haqni to'laymiz, o'ynamaganingdan keyin. Juda yaxshi bo'ldi ochmagani. Kerak-yu menga kinosini. Kulboq, 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 kulboq. Burningda pashsha, bochasi uzun qisqa ishton, qizil oq. Bormayman endi. Bormayman. Har holda achinarli. Bilasanmi, hozir meni xayolimga nima keldi? Men bilan kinoga kirding, deylik. Chiroq o'chadi. Ekranda esa sen ko'rinasan. Hamma senga tikiladi. Lekin mendan bo'lak hech kim senligingni bilmaydi. Yana biroq so'ramabsan deb. Pul dedimi, kulish kerak edi, sen esa she'r o'qibsan. Mana shuning uchun ham olishmagan. O'zim xohlamadim. Inga, salom. Qani suyunchini cho'z. Surat yaxshi chiqibdi. Qanaqa surat? Seni rolga tasdiqlashdi. Barcha badiiy sovet a'zolari senga ovoz berishdi. Voy. Endi nima qilish kerak? Kinoda o'ynaysan. Salom, Inga. Salom. Vera Fyodorovnaman. Ikkalamiz birga ishlaymiz. Kinoda o'ynaymiz. Sen juda xursanddirsan-a? Nega indamaysan? Nima deyishim kerak? Odamlar tanishganda ular gaplashadi, bir-birlarini yaxshi bilish uchun. Sen menga o'zing haqingda gapirib bergin. Men Zoya Ivanovna rolini o'ynayman. Sen oying rolini. Men o'yim hech qachon chekmaydilar. Yaxshi. Yo'q, men o'yim chekmaydilar. Siz chekavering, xohlaganingizcha. Oyingga o'xshamoqchiman. Oyimga o'xshamaysiz. O'xshamaysiz. Hech ham o'xshamaysiz. Lulka. Kinoda o'ynaysam men o'rdimga. Jon derdim, olisharmikan? Chekadilar moying. Oyisi chekadigan bo'lish kerakmi? Chekalla. Artistkaga siz Lulkani oyisiga o'xshaysiz deyman. Aytsang aytib qo'y, kinoda o'ynasam bo'lgani. Yur boramiz hozir. Qayoqqa boramiz? Kino bo'ladigan joyga de. Men ovqat qilishim kerak, vaqtim yo'q. Salom. Salom. Dada. Meni tasdiqlashibdi rolga. Lekin studiyadan qochib keldim. Nega endi qochib kelding? Tasdiqlashgan bo'lsa, demak ishga qabul qilishibdi. Agar men ishdan qochsam nima bo'ladi? Bilasizmi, sizning yo'lingiz boshqa. Siz davolaysiz o'chi. U chekadi. Biram zahar, serjahl. U deganing kim? Ana artistkada. Vera Fyodorovna. O'sha bilan ishlashim kerak. Avvalo kim aytdi uni senga jahldor deb? Ha, ana jahldor bo'la qolsin. Meni ham ishxonamdagilar jahldor. Ular meni hatto tishlashadi. Xo'sh, nima qilishim kerak? Davolamayman. Agar meni kinoga taklif qilsa bormi? Jon deb rozi bo'lgan bo'lardi. Voy, gapingiz-chi, xuddi ayiqqa o'xshab yurasiz-ku. Oyim doimo shunaqa derdilar. Odamga o'xshab yurishni o'rganardim.
Inga. Salom, Inga. Salom. Qani, Inga. Sen kinoda nima uchun o'ynashni xohlamasligingni bilaman. Oyimdan gaplaricha, kinoda o'ynash uchun alohida talant kerak ekan. Lekin men baribir o'ynashni xohlayman. Unda ko'chalarda aylanib yuraver. Yuraver. Vika seni o'zi topib oladi. Bilasanmi, u yerdan kecha qidiradi. Azob-ku. Qanaqa Vika? O'sha qizda kinoda ishlaydigan. U oldinga kelib sendan so'raydi. Qizaloq kinoda o'ynashni xohlaysanmi? Sen unga ha deysan. Keyin bo'ldi o'ynayverasan. Keyin o'ynayveramanmi? Ularga yo'q desam ham chaqirishyapti-ku meni. Salom. Qidirmagan yerim qolmadi, seni qara-yu. Salom. Bormayman. Inga, axir bugun kinoga olishni boshlaymiz. Mana meni dugonam. Ota yo'li. U xohlaydi, men esa yo'q. Kinoda o'ynashni hamma xohlaydi, lekin bizga obraz kerak. Tushunyapsanmi? Mana Lolka, obrazni o'zi, to'g'rimi Lolka? Harakat qilaman. Ana ko'rdingiz? Keyingi safar. Lolka! Qani o'tir. O'tir. Vika, men-chi? Omon bo'l. Ilan boshlaymiz. Tayyorlaning. Boshladik. Yo'l beringlar. O'tkazib yuboring. Iltimos, yo'l beringlar deyapman. O'tkazib yuboring. O'tkazib yuborsalaring-chi. Poyez. Nimaga poyez yurmayapti? Oldinga, oldinga. Stop. Salom. Poyez orqaga, hamma o'yinlarga bosin. Stop. Poyez orqaga. Xayriyat. Olib keldingmi? Bo'la qol tezroq. Tayyorlaninglar syomkaga. Tayyormisiz? Ha, tayyor. Poyezd yurgizilsin. Poyez yurgizilsin. Qayoqqa qarashyapti o'lar? Stop. Qayoqqa qarayapsizlar? Qayoqqa qarab ketdi poyezd? Bu yoqqa qarab ketdi poyezd. Apparatga qaramanglar. Kechirasiz meni. Yana bir marta. Sizlar Poyez yaxshi. joyiga borsin. Xuddi shunday qilinglar. Xuddi shunday. Qo'llaringizni silkitinglar. Yaxshi. Yana bir do'q. Tayyorlaninglar. Yana bir marta olamiz. Ehtiyot bo'ling. Poyez. Tayyorlaninglar syomkaga. Tayyorlaninglar. Poyezd yurgizilsin. Poyez yurgizilsin. Boshladik. Hamma qo'l silkitadi. Stop! Nima bo'lgan ularga? Oldinda. Ular ish bo'ldi. Keyin kadrni tayyorlaylar. Ehtiyot bo'linglar. Salom. Salom. Ahvollar qalay? Yomon emas. Yomon emas degan asos unda vazifani eshit. Poyezd o'yin ketyapti. Sen u bilan xayrlashishing kerak. Vagon yonidan yugurib, keyin qo'l silkib qolasan. Vagon yonidami? Ha, sen oldin oyini achon qilib o'pishib xayrlashasan, keyin poyezd yuradi. Sen vagon yonida yugurib qo'l silkib xayr oyi deysan. Grim tayyormi? Tayyor. Juda soz ketding. Qani, shu sahnani bir ko'rib olaylik-chi. Yaxshi. Juda ham oddiy sahna. Qani, Keyin xayrlashaylik. Xayr. xayr deysan-da oyinglarni achon qilib o'pasan. Oying jo'nab ketyapti axir. O'pmayman ularni. Nega o'pmaysan? Nega endi? Sen oyinglarni hech o'pmaganmisan? O'pmayman dedim, o'pmayman. Judayam qaysar qiz ekan. Qayerdan topdingmi? U shunday o'ynasinki. Hali kirish olgani yo'q-da. Diqqat. 150 poyezd 3-yo'ldan jo'naydi. Passajirlar o'z joyingizni egallang. Qaytaraman. 150 poyezd 3-yo'ldan jo'naydi. Passajirlar o'z joyingizni egallang. Syomka qilib ko'ramiz. Olamizmi? Ha, olamiz.
Syomkaga tayyorlaning. Syomkaga tayyorlaning. Diqqat. Motor. Есть мотор. 3-1. Boshladik. Yaxshi. Juda yaxshi. Bag'ringga bos. Qattiqroq, qattiqroq. Juda yaxshi. Vagonga chiq. Poyezd yurgizilsin. Stop. Yana bir marta olamizmi? Yo'q, qobil emas. Qizaloq juda ajoyib o'ynadi. Juda yaxshi o'ynading. Barakalla. Barakalla qizaloq. O'ynaganim yo'q. Hech qanaqa o'ynashing kerak yo'q. Xuddi shunday o'zing bilganingcha, xohlaganingcha qilishing kerak. Yasha bor Inga. Boplading. Ular oldin seni o'rningga Brusnichkinani olishmoqchi bo'lishdi. Kelib Brusnichkinani. Hali ko'rasan Inga, bu endi boshlanishi. Bilmaysizmi, sho'rvaga qay vaqtda sabzi solinadi? Suv qaynagandan keyinmi yoki oldinroqmi? Bilmadim. Hech sho'rva qilmaganman. Nimaga endi? Negaki hamisha shoshaman, vaqt yo'q. Bufetdan biror narsa olib, yo'l-yo'lakay qo'shib ketaveraman. Sabzi solingan sho'rva senga nimaga kerak? Kerak-da. Voy. Voy-vo, judayam zo'r. Rahmat qizim. Sho'rva yo'q. Keragi ham yo'q. Yoshlikdan sho'rvani xush ko'rmayman. Men ham yoqtirmayman. Xo'sh. Maktabda ishlar qalay? Yomon emas. Kinostudiyaga bordingmi? Bordim. Oyimlarga sira ham o'xshamaydi. Oyingga o'xshamasligi ham kerak. Hech kim oyingni o'rnini bosa olmaydi. Nima ham qilardik? Sen bilan biz yashashimiz, o'qishimiz, ishlashimiz kerak. Bilasanmi, qiyin ahvolga tushib qolganimda oyingni ko'z oldimga keltiraman. Meni o'rnida bo'lganda u nima qilardi deb. Lekin oyimlar hech ham kinoda o'ynamaganlar. Gap unda emas. Kotletlaring bilan masalaki. 12-1. Stop. Nimaga hujini yugurasan? Bu seni oying bo'ladi. Xursand bo'lishing kerak, bu senga juda ham ko'p sovg'a olib kelgan. Nimaga oyinglarni o'pmaysan? Qara, qanday yaxshi oying bor. Endi yuzingni yugurmaysan, bunday qilmaysan, qilmaysan. Kelishdingmi? Qani, yana bir marta olamiz. Yana bir dubl. Yana olamiz. Yana bir dubl. Poyezd joyiga borilsin. Hamma joy-joyiga borsin. Inga, meni eshityapsan? Oyingdan yuzingni yugurma. Oying vagondan tushishi bilan borib uni o'pasan. Xolos. 12-2. Stop! Inga, ona qizim, tushunsanchi, axir u seni oying bo'ladi. Ular oyimlar emas. Lyolkani olib hammasini qiladi. Qanaqa Lyolka? Uni dugonasi. O'rtoqlar, vaqt ketyapti. Vokzalni faqat 2 soatga so'rab olgan. Bir amalla biror soatga cho'zing yana. Qanday cho'zaman axir? Temir yo'lda hamma narsa jadval bo'yicha bo'lsa. Undan qo'shmagin, Inga, u seni oying bo'ladi.
Seni birorta qushaqchaq tanishing bormi? Poyezd joyiga borsin. Eslab ko'rginchi, eslab ko'r. O'li xolam. Ana O'li xola. Mana masalan Vera xolayni o'sha qushaqchaq O'li xolang deb faraz qil. Lekin undan qochmagin. Filmda u seni oying bo'ladi. Aqlli qiz bo'l. Syomka tayyorlaninglar. Syomka tayyorlaninglar. Hamma joyiga borsin. 12:03. Stop! Vera! Senga nima bo'ldi? Nega teskari qaraysan? Vera! Pavel Vladimirovich, Nima? bizni vaqtimiz tugadi axir. Hozir kuryer poyezdi keladi. Chetga olib chiqib qo'yishadi bizni. Hammangizga rahmat, o'rtoqlar, syomka tugadi. Syomka tugadi. Syomka qatnashchilar, iltimos, vagondan tushinglar. Olaqol. Vera, Qaysarligim meva bilandi. Hiqildog'imga keldi. Meni ko'rarga ko'zi yo'q uni. lekin qandaydir Hech narsa chiqmaydi. o'zing bir harakat qilib ko'r bo'lmasam, qiz bilan til topishga. Toqatim toq bo'ldi. Tutgan joyini kesadigan baloy azim qiz ekan. Bunday dema. Qobiliyatli qiz. Pavel hali ham bo'lsa brusnichkani ol. Brusnichkani. Agar sen shuni xohlayotgan bo'lsang, albatta olishim mumkin brusnichkani. O'ynalmasam agar aybni menga qo'ymaysan. Vika. Ha? Brusnichkani ertaga soat 11 ga olib keling studiyaga. Brusnichkani nimaga? Nimaligi bilan ishingiz bo'lmasin, olib keling. Vera, achinmaysizmi qizchaga? U sizga o'rganib ketardi. Bilmayman, hech narsani bilmayman. Vika, boring aytganini qiling. Menga doktor Arlov kerak edi. Chapda ikkinchi eshik. Rahmat. Singlim, shoshmang. Hozir bizni navbat. Studiyadanman. Ha, nima bo'pti? Tinchlik bo'lsa? Ingiga biror narsa bo'ldimi? Yo'q, hech narsa bo'lgani yo'q. Qovushmayapti biroz. Balki Inga rolini o'ynalmayotgandir. O'ynagan emasdi sira. Shuning uchun rejissyorga yoqmayotgandir. Unga yoqyapti-ya. Artistka ikkovi kelisholmayapti negadir. Ingani onasi bilan uchrashsam degandim, lekin Inga o'zi zinhor bilmasligi kerak. Doktor, kechirasiz. Hozir 1 minutga. Hozir o'zim chaqiraman. Marhamat, o'tiring. Vika, gap shundaki, Ingani onasi yo'q. Bundan yarim yil muqaddam avtomobil halokatidan o'lgan. Men endi unga ham ota, ham onaman. Ochig'ini aytganda, kinoga alaqissa biroz qayg'usini unutar deb o'ylagandim. To'g'ri. Vera Fyodorovna, ishoning yomon ayol emas. Lekin bundan xabari yo'q edi. Kechirasiz meni. Men boray. Kechirasiz.
faqat sizga bog'liq. Ha, tushundim. Inga. Bugun syomka bo'lmaydi, dam olamiz. Balki sut olarsan, birga borardik. Keragi yo'q. Uyimda 2 paket sut bor. 6%lidan. Inga. Hammasini bilaman. Sen Vera Fyodorovnadan xafa bo'lma. Uni xabari yo'q. Vera onasi bilan mana bu uyda turadi. 28-kvartirada. Betob yotibdi onasi. Oxirgi paytlarda o'rnidan ham tura olmay qoldi. Tura olmay qoldi. Onasi frontda sanitarkalik qilgan. O'shanda yaralangan. Sanitarkani ham otadimi? U surishtirib o'tirmaydi-ku. Qaysi soldat, qaysi sanitar deb. Nimaga surishtirmaydi? Nimaga? Unisini bilmadim. Bilmadim. Bilasan, achinaman Veraga. Uni ustiga yana kechagi hodisa. Qanaqa hodisa? Axir kecha vokzalda olganimiz yaxshi chiqmadi-ku. Boshqatdan olish kerak endi. Vera rosa yig'ladi. Kinoda yig'lash uchun yig'lagandir. Kinoda. Ikkovlaring kelisha olmayapsizlar-ku. Inga. Veraga yordam berish kerak. Ha. Hali ularga kimligimizni bir ko'rsatib qo'yaylik-ki. Brusnichkani qayoqdayu biz qayoqdaligimizni bilib qo'yishsin. Hammasi seni oldingdan o'taversin. Brusnichkani olib keldingizmi? Yo'q. Brusnichkani kasal ekan, anginasi qo'zib qopti. Shuni sevmay turdi. Qachon tuzilar ekan? Noma'lum. Uni ustiga qulog'i og'riyotgan ekan. Qulog'i? Ha. Qulog'i. Voy, salom Vera Fyodorovna. Salom. Salom Vera. Kel o'tir. Vera Brusnichkani kasal bo'lib qoldi. Ingani yana bir marta ko'rib boqaylik-a. Balki biror narsa chiqib qolar. Goh chiqadi deysan, goh chiqmaydi deysan. Chiqadi, mana ko'rasiz. Ko'ngildagidek bajaradi. U Vera Fyodorovnani ham o'padi. Menimcha Vekani gapi to'g'ri. Roziman Inga bilan kinoda o'ynashga. Hammasi joyida bo'ladi. Pavel Vladimirovich, xuddi qoling. Meni bilasiz-ku. Kinoda axir tajribam bor. Tajriba emish. Qo'ysiz. Tajribalarni qara. Kim ishini taqlatayotgan? Kiravering. Salom. Salom qizaloq. 75-maktabdanmisan? Yo'q. 84-chi. 3-Vdan. Vojadilaring bordimi? Yo'q. O'zim keldim. Nima ish bilan kelding? Ish bilan emas. Men otim Inga. Aytganda. Nima, Veradan shikoyat qilib kelding? Chaqimchi emasman. Inga. Qayoqqa? Ketma, iltimos. Bu yoqqa kel.
haligi oying qachon bo'ladi bu hodisa? Qishda. Senga nasihatim shuki, qizim. Bardam bo'l. Bardam bo'l, qizaloq. O'tir. Vera Fyodorovna necha qiynab bordim. Mendan xafa bo'lmasinlar, ayting. Uni men ham qiynab yubordim. Lekin u chidayapti. Kiring. Salom. Salom, Inga. Kiraver, nega eshikni oldida turibsan? Oyimlarni borib ko'rib kelsan, rahmat. Oyim juda yaxshi qiz ekan dedilar. Oyizlar bilan tanishmoqchi edim. O'tir. O'ralib ketdimi? Muncha keng bu xalat. Kichraytiramiz. Xuddi birovnikiga o'xshaydi. Xalatdagi xalat sizga shunaqa ko'rinyapti. Hidi ham bir xalatda. Rostmi? Ha? Mana endi hidi yoqmaydi sizlarga. Mana shu yerni belgilab qo'y. Shu yerdan oldinga yurasan. Hammasini belgilab qo'ydim. Yaxshi. Menga qarang. Sen mana bu stolda o'tirib, rasm chizasan. Bo'ptimi? Nimani chizay? Xohlagan narsangni. Eshikdan Vera xolang kirib kelishi bilan sakrab turasan-da, yugurganingcha uni oldiga borib, "Voy oyijon, keldingizmi? Sizni juda ham sog'inib ketdim" deysan. Oying bo'lsa, senga nima olib kelganimni bilasanmi deydi. Sen unga ayiq polvon deysan. Oying bo'lsa, ayiq polvon emas, butunlay boshqa narsa deydi. Tushunardim? Qani, bir qilib ko'raylik-chi. Bo'pti. Yigirma keyin to'g'rilaysiz, hozir repetitsiya. Diqqat! Repetitsiyaga tayyorlaning. Vera, kiraver. Salom, qizim. Salom. Stop! Nega o'rningdan turmaysan? Menga qara. Aralashmay tur. Menga yoqmayapti. Nima yoqmayapti senga? So'zlari. Seningcha qanaqa so'zlar bo'lishi kerak? Bilganingcha gapirib ko'r bo'lmasa. Tortin. Qani? Qizginam. Juda qiynalgandirsan mensiz. Yo'qsiz idish tovoqlar qalashib ketibdi. Har kuni sho'rva qilib ichdingmi? Yoki non-choy qilib qo'ya qoldingmi? Gomucha chiqadigan ko'rinadi. Ko'zing milti qizarib turibdi. Bir-ikki ukol qilish kerak. Ha. Bilasan-ku, men ukol qilganimda hatto sezmay ham qolasan. Dadangiz sviteringizni kiyib yuring dedingmi? O'san narsaga shamollab qoladi-yu. Seni o'z vaqtida yotqizib turg'izdimi? Yoki televizorga termilib o'tiraverdinglarmi? Ikki baho olmagandirsan. Kundalik daftaringni ko'raman. Aytgandek, ko'rmasam ham bo'ladi. Gapingga ishonaman. Men oldimga kel. Katta qiz bo'lib qolsan.
bo'yimizni o'lchashib ko'ramiz. Bir yo'la o'pishamiz ham. Xuddi mana shunday qilamiz. Zara. Eslab qoldingmi so'zlarni? Ha. Eslab qoldim. Lekin hozir Pavel meni biroz xoli qoldirsanglar. Tanaffus. 15 minut. Tanaffus 15 minut. Qayoqqa Inga? O'zingiz xoli qoldiringlar deb aytdingiz-ku. Sen qol. Sen bilan biz boshqacha kartinada o'ynashimiz kerak ekan. Biron bir quvnoqroq kinoda hamma kuladiganida. Hozirgisi juda og'ir. Dugonalaring bormi? Ko'pdir-a? Birtalik. Sveta, Lyolka, Oksana, Lena. Eng yaxshisi qaysi biri? Lyolka. Lyolka. Qani Lyolka haqida gapirib berchi? Yo'q, sizga dadam to'g'risida gapirib beraman. Dadang to'g'risida? Ha? Qani? Meni dadam juda yaxshi kishilar. Ular veterinarlar. Hayvonlarni davolaydilar. Oldinlariga bir kun sher bolasini olib kelishibdi. Sher bolasini? Ha? Bilasizmi, davolabdilar. Ishonmaysizmi, tuzalgan. Uni qara-ya. Lekin juda qiyin bo'lgan. Nimaga? Axir ilgarilari hech ham sher davolamagan edi. Tushunarli. Juda qiziq ekan. Sizga dadamlarni oyimlar bilan qanday tanishganlarini gapirib beraymi? Mayli. Oyimlarni Flora degan mushulari bor ekan. Balkondan tushib ketib, oyog'i mayib bo'pti. Oyimlar mushuni olib veterinarga boribdilar. Qarang-a. O'shanda dadam sigir ko'rayotgan ekanlar. Mushukka vaqtim-ku debdilar. Oyimlar mayli kutaman debdilar. Kechqurun ishdan bo'shaganlaridan keyin oyimlarga qarasalar, judayam chiroyli emishlar. Oyimlardan hech ko'zlari nololmasmishlar. Keyin oyimlar, nega buncha menga qaraysiz, mushukka qarang debdilar. Undan keyin xo'sh, undan keyin turmush qurishgan. Ularni shoshirish kerak. Nahotki tushunmasangiz, hozir balki kartinani taqdiri hal bo'layotgandir. Tushunishga tushunaman. Lekin vaqt kelyapti. Biz tayyormiz. Bilasiz. Hamma pavilyonga kirsin. Salom. Inga. Salom. Nimaga kelding? Seni bugun ishing yo'q-ku? Bilaman. Nima bu? Oling. Buni katta bo'lganimda kiyaman. Hozircha siz kiying. U birovniki emas. Inga. Men ketdim. Uyimda ishlarim ko'p. Xayr.
Vera Fyodorovna, pavilyonga chaqirishyapti sizni. Vika berika. Buni ko'r. Xalat Ingani onasiniki. Bu xalat men uchun katta mukofot. Hop, Kecha bunaqa emas. qanaqa? O'rgatasanmi? Ha? Lekin ikkinchisi qiyin hammasidan. Rostdan? Ko'zlayim sakraladi, buni eplolmaysiz. Harakat qilaman. Endi bo'lmasam gap bunday. Hozir senga men bugun olmoqchi bo'lgan sahnamiz qandayligini tushuntirib beraman. Xo'sh, faraz qilaylik, mana bu kasalxona. Ikkinchi qavatdagi palatani derazasidagida oying yotdilar. Vera Fyodorovna. Sen uni derazadan qarashini kutib turibsan, har galgidek. Lekin bu gal oying qaramaydi. Gaplarimni eshityapsanmi? Eshityapman. Bildingki, unga bir gap bo'lgan. Nima bo'lgan unga? Dahshatli hodisa ro'y bergan. Tushundingmi? Tushundim. Demak, bugun shu sahnani sen bilan birga olishimiz kerak. Ketdikmi? Qayoqqa? Menmi? Grimxonaga. Vika, Ha? Hozir. Ozgina bo'ysam, maylimi? Qanday kelib qolding bu yerga? O'rtoqjon. Teshik bor ekan. Bo'yi qol. Rahmat. Darsdan qochdingmi? Yo'q. Kinoda o'ynagim kelmadi. Qochib ketdim. Qayerdan? Qochib ketding. Kinostudiyadan. Andamayapsanmi, o'rtoqjon? Yo'q. Hech amaldamayman. Kinoda qiyin o'ynash. Yo'q. Unda nimaga qochding? Bilasizmi? Men rejissyorning fikriga qarshiman. Mana shuning uchun ham Zo'rsan-ku, o'rtoqjon. qarang, buzib qo'ymadimmi bu yoshni? Yo'q. Ishingiz yaxshi ekan. Hech kim o'lmaydi. Axir qayoqqa ketishi mumkin? Voy, hozirgina. Hozir yana grimxonaga kirib chiqaman dedi. Uyimga grimxonaga kelgani yo'q. Mashinani yuboraveraymi? Qayoqqa yuborasan? Bolalarni syomka qilishdan rasvosi yo'q. Goh qaysarlik qiladi, goh ketib qoladi. Bema'nilik o'rtoqlar. Yana syomka qoladigan bo'ldi. Bilmadim. Kim javobgar qizchaga? Men. Senga nima bo'ldi? Ha? Nima toping yo'qmi? Yo'q, sog'man. Endi boshqa o'ynamayman kinoda. Nimaga?
bo'ldi. Nima charchadingmi? Ha, charchadim. Juda charchadim. Bo'pti, mayli. Bo'ldi, o'ynamaysan boshqa. Endi boshqa bormaysan. Bo'ldi qizim. Oldingda aybdorman, Pavel. Senga buni ilgariroq aytish kerakmidi? Bundan 6 oy oldin Ingan onasi halok bo'lgan ekan. Vika buni yaqinda surishtirib bilibdi. Otasi kinoga qatnashsa har qalay ovunar, g'ami biroz yengillashar degan ekan. Salom. Keling. Salom. Inga bilan gaplashmoqchi edim. Marhamat, ichkariga kiring. Kiravering. Marhamat. Qiziq, u hozir shu yerda edi. Kechirasiz meni, hozir. Dekini olgan ekansan-da. Mendan shikoyat qilib keldingizmi? Men chaqmachaqar emas, haqiqiy o'rtoqman. Qani bu yoqqa chiqaver. Uni olishni istamayman. Bu o'lmaydi. Gapimga ishon. Lekin bu sen o'ylaganchalik oson emas. Qayoqda eding? Qidirmagan joyim qolmadi. Vannaxonada. Bu yerda nima qilding? Boshimni yutdim. Sochlaring quruq-ku? Quridi. Qani bor, xonaga. Meni kechirasiz, Inganam xafa qilgansizlar. Buni hech kim xafa qilgani yo'q. Aksincha Ingani bizda hamma yaxshi ko'radi. Ortiqcha gapning keragi yo'q. Kechirasiz, Inga endi syomkaga bormaydi. Shunaqa. U boshqa bormaydi. Bu nima deganingiz? Film deyarli tayyor bo'lib qoldi. Buni chaldira olmaymiz. Uni menga qizig'i yo'q. Tugatasizlarmi, chala qoldirasizlarmi, lekin Inga boshqa syomkaga bormaydi. Biz Inga bilan kelishib oldik. Kelishib oldik. Men bilan kelishganingiz yo'q-ku. Katta bo'lib mustaqil bo'lganda ana o'shanda u bilan kelishib olasiz. Hozircha men hal qilaman. Inga endi studiyaga bormaydi. Inga, boshqa endi studiyaga bormaysan. Xo'sh qalay? Ish chatoq. Ingachi, uyidami? Keladimi?
Gap bunday. Kasalxona sahnasini o'zgartiramiz. Bu yoqqa. Yaxshi. Shunday. Qalinligi bir tekis bo'lsin. Qor bir tekis yog'adi-yu. Qishdagiday bo'lsin, qishdagiday. Yaxshi. Ha, shunaqa. Yaxshi. Qanaqa film olishib? Aytishlaricha birinchi yozmish. Yo'q. Ana yerga ham daraxtni tayib ko'proq seping. O'zi shamol uyganday bo'lsin. Bo'ldi. Rahmat. Bo'ldinglarmi? Ha. Ana bo'ldi. Rahmat. Valera. Yuring. Narra. To'xtang. Sal o'roq. Qalay? Yana o'roqqa. Endichi? Yaxshi. Yurdik. Qara. Yaxshi. Nega to'xtadinglar? Beligacha borish kerak. Sen hozir ana u derazaga qarashing kerak. Ular qaraydilarmi? Derazadan? Qaraydi. Albatta qaraydi. Bu o'lgani yo'q. U seni deb o'lmay qoldi. Meni deb? Ha. Bir ko'ringchi. Yur bu yerga borganmiz. Syomkaga tayyorlaninglar. Motor. 281 Boshladik. Oyijon, eshityapsizmi? Men keldim. Stop. Olindi. Chiroqlar o'chirilsin. Apparatlarni bu yoqqa olinglar. Joyini o'zgartiramiz. Kechirasiz. Hammasi esingdami? Esimda. Barakalla. Men keldim. Eshityapsizmi? Oyijon. O'rningizdan tura olmaysiz, bilaman. Menga qara olmaysiz. Lekin siz meni kelmayapti deb o'ylamang. Har kuni sizni kelib tuzalib chiqishingizni kutaman. Tuzalib chiqsangiz bo'lgani. Ish qilib tuzalib keting. Tuzalib chiqing, oyijon. Stop. Yaxshi. Vera, tuzalib ketasiz. Albatta tuzalasiz. Inga meni kutib tur. Hozir. Inga. Voy yasha. Qolganlarga o'zim kechqurun aytib qo'yaman. Voy, yuzingizda grim qopti. Qayrimda? Mana u yeringizda. Shunaqa degin? Hozir artamiz. Voy. Ketdimi? Men qara. Marojni yaxshi ko'rasanmi? Yaxshi ko'raman. Qanaqasini? Qaymoqligini? Men krem brilyani. Yergaymiz. Yo'q, rahmat, uyga borishim kerak. Yura qo'ygin. Mayli.
Sizlarga nima? 3 porsiya morojniy bering. Yaxshi. Bir pachka sigaret ham. Yaxshi. Vera Fedorovna. Agar chekingiz kelsa, chekavering. Chekavering. Yo'q, Inga. Chekishni tashladim. Chekmayman endi. Sizni Vera deb chaqirsam, maylimi? Siz meni o'rtoqjon deysiz. Qanday qilib? Masalan, meni ko'rganingizda, salom o'rtoqjon. Ishlaring yaxshimi o'rtoqjon deysiz. Meni ot o'yinida gapirasan qil shunday deb chaqirardi. Qaniydi shu kino hech kim tomon bo'lmasa. Menikiga o'yinchon oladi-da, mana bunday qiladi. Mana bizni uy. Xo'p. Xayr endi. O'rtoqjon. Xayr. Vera.